Eringizni qayta sevdirmoqchimisiz? Unda sizlarga bu feromon 100% yordam beradi. Assalomu alaykum. Rahmat. Har kuni so'ranglar-de, qachon olasan deb mana. Cho'ta boshqacha bo'lib qoldilar-de. Voy, masayyaz ko'rar ekanman. Birga yashaylik deb qoldilar o'zlaricha. Olib keldingizmi? Xohlamagan erim buni sevganingizdek xohlab qolar ekan. Bittada ishlatganim o'zida effektini sezdim. Keyingi kelin kuyovlardek bo'lib ketamiz yaqinda. Haftada bir marta keladigan odam kelizdan keladigan bo'lib qoldilar. Sepishim bilan shunaqa kayfiyatlari ko'tarilib ketadi, chuv-chuv quyon bo'lib qolamiz. To'yni tezlashtiramiz deyapti. Haqiqat bor ekan-a deyapman. Ko'chaga tag'im chep chiqmagin deydilar. O'zlaricha qizg'anyaptilar. Voy, yoshligimizda qilmagan ishlarni qilyapmiz. Sevmaslikni iloji yo'q, menga ishonavering deydi-ku. Podizdan chiqaman, o'sha podizga taralib ketyapti-da. Qoshlarim so'rashyapti. Biz ham sepaylik, erimizni qarataylik. Ayol kishi bo'lib turib, sizni hidingizga mazza qilyapmiz deyapti-da. Erim boshqa qizlarga qarab ketdi. Erim yurib ketdi. Iltimos qilaman, eringlarni ayblashni to'xtatinglar. O'zingizlarda qolgan gap. Feromon effektini ko'rdinglar. Вообще dahshat. Buni naqdga yoki bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Plus 5 ta bonus. Silka orqali ro'yxatdan o'ting. O'zbekiston bo'ylab dostavka tekin.